Bismillahirrohmanirrohim. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu islomdagi birinchi elchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchisi. Madina-i Munavvaraning fotihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vatani bo'lgan Madina-i Munavvarani fath qilib, musulmonlarga hijrat qilib kelishlariga tayyorlab turgan zot. Bu kishi haqida nima bilamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, innalloha ixtarani va ixtaroli ashabi. Alloh meni tanlab oldi va men uchun sahobalarni tanlab berdi. Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida turish kerak bo'lgan odamlarni kim bo'lishini kim tanlab beribdi? Alloh tanlab olgan bandalar bular, birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotida mana sahobalarning hayotini o'qir ekanmiz. Nimani xulosa qilib olishimiz kerak? Yigitlar, qaysidir bir sahoba bor, sizni fe'lingiz o'sha sahobaning fe'liga yaqin. Sizni tabiatingiz ana shu sahobaga yaqin. Shu sahobalardan bittasini o'zingizga tanlab oling. Ehtimol quvvatingiz bordir, Hamza ibn Abdul Muttolibdek. Ehtimol saxovat peshadir siz Abdurrahmon ibn Avfdek. Ehtimol halimdir siz Usmon ibn Affondek. Chunki bitta odam hamma sifatlarda bir xil bo'lishi mumkin emas. Bir sahoba ilm bilan mashhur bo'ldi, bittasi qilichi bilan mashhur bo'ldi, bittasi moli dunyosi bilan, yana bittasi bir siyosatchiligi bilan. Kimdir borda sizga o'xshagan, qarang-da. Mus'ab ibn Umayr iymonga kelish qanday bo'ldi? Islomdan avvalgi hayoti qanday edi? Mus'ab ibn Umayr kelishgan, ko'rkam, odamlarning nazarini o'ziga tortadigan, nasl nasabli, badavlat xonadonning erka farzandi edi. Alloh taolo Mus'ab ibn Umayrni roziyallohu anhu mana shunday qilib yaratishni xohladi. Quraysh yigitlarining eng ko'zga ko'ringan go'zal va saralaridan edi. Bitta o'g'il bola dunyoga kelib nimani so'rasa Allohdan, Alloh taolo hammasini bergan edi. Dunyoviy tomondan bironta kamchilikka ishora yo'q edi. Makka ahlining eng xushbo'y yigitlaridan deyilardi. Sababi atirnimi, eng qimmatini, eng tozasini, eng sarasini ishlatar edi. Mus'ab ibn Umayr Makkaning badavlat xonadonida dunyoga keldi. Shu tufayli bironta bir qiyinchilik, kamchilik ko'rmadi, farovonlik, to'qchilik, ne'mat ichida o'sib ulg'aydi. Makkadagi yigitlarning ichida ota-onasi tomonidan eng ko'p erkalatilgan Mus'ab ibn Umayr desak adashgan bo'lmaymiz. Nihoyatda yoqimli, go'zal yigit bo'lganligi uchun, chiroyli yigit bo'lganligi uchun Makka majlislarida albatta u kishi haqida gapirilardi. Xususan ayollar o'tirib qolsa, Mus'ab ibn Umayr haqida albatta gap bo'lar edi. Qarang, chiroyi ham bor, pul ham bor, avtoritet ham bor, chiroyli bir figura ham bor, nasl nasab ham bor, hamma yo'q borda. Lekin shu narsani hammasini iymon uchun kechgan bu kishi. Bu pallaga shu maishat hayoti, ikkinchi pallaga iymon qo'yilganda iymonni tanlagan bu kishi. Mana endi mana shunday bir to'kin sochilikda, kengchilikda ulg'aygan yigit vaqt soat kelib iymon uchun voz kechishlikka to'g'ri keldi bu narsalardan, ikkilanmasdan voz kechdi. Keyin musulmonlar orasida Mus'abul Xoyr, ya'ni yaxshi Mus'ab degan laqabni oldi. Iymonga kelganida u bilan onasining o'rtasida kechgan voqea. Mus'ab ibn Umayrning onasi Xunos binti Malik shaxsiyati kuchli ayol edi. Har zamonda ham bo'ladi, shunday bir kuchli ayollar bo'ladi, shaxsiyati. Irodasi qattiq, yuragi bir quvvatlik, tili butun. Bunaqa onalardan farzandlari qo'rqadi. Xavotirda turadi. G'azabidan qo'rqib, roziligiga intiladi. Haqiqatan Mus'ab ibn Umayr faqatgina islomga kelishidan avval onasidan qaradi. Haybatli ayol edi. Boshqalarning fikrini inobatga olmasa ham, onasini fikriga albatta bir e'tibor berar edi. Endi iymonga kelgandan keyin qarshi bo'lishi aniq. Qanday turadi endi mana shunday bir onasiga qarshi? Islomda maxfiy tushga harakat qilib ko'rdi. Chunki sahobalarda juda ko'pi mana shu ishni tutar edi. Iymonini maxfiy saqlashi mumkin edi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytgan edi, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi iymonli bo'ladi, iymonini yashirgan edi. Va qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu iymanahu. Shunda Fir'avn xonadonidan bo'lgan o'zining iymonini yashirib yuradigan bir mo'min kishi dedi. Mumkin edi bekitib yurishlik. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ham islomini yashirib yurdi.
Mana shu asnoda hali onasi bilgunga qadar Arqom ibn Abil Arqom roziyallohu anhu ning uyida Rasululloh sahobalariga ta'lim berardilar. Sahobalar qatorida Musa ibn Umayr ham kirib ta'lim olar edi, qoldirmas edi. Endi har qancha yashirmasin, baribir oshkora bo'ladigan narsa bir kun nima bo'ladi? Oshkora bo'ladi. Kunlarda birida Arqom roziyallohu anhu ning uyiga berkinib, yashirinib kirib ketayotganida Musa ibn Umayr Usmon ibn Talha degan kishi ko'rib qoladi. Usmon ibn Talha keyinchalik sirat darslarida Amr ibn al-Os, Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha bo'lib Rasulullohga olib iymon keltirishganda Haybar g'azotidan keyin. Mana endi Usmon uni ko'rib qoldida onasiga xabarni yetkazdi. Musa ibn Umayrning onasi so'roq qilishni boshladi, inkor qilmadi. Musulmon ekanini e'lon qildi. Musulmon bo'lganini e'lon qildi. Shunda onasi o'zining urug'ini yig'di. Abduddor urug'ini farzandi edi. Qurayshning Abduddor urug'i. Bilasizlar, Ka'batullohning kaliti Abduddor urug'ida bo'lgan. Jang maydonida Qurayshning jang bayrog'ini ko'taradiganlar Abduddor urug'i bo'lgan. Qurayshning eng sharafli xonadonlaridan deb aytdik. Qavmi uni qaytarmoqchi bo'ldi iymondan. Musa ibn Umayr sabot bilan ularning oldida turdi. Qalbiga saodatni olib kelgan, ko'zidagi pardani ko'targan Qur'on oyatlarini ularga ham tilovat qilib berdi. Onasi bir shapaloq urib tinchitmoqchi bo'ldi-yu, ammo o'g'lini yuzidagi haybatni, undagi nurni ko'rib, qo'li qaltiradi. Birodarlar, ba'zida Alloh taolo o'zining mo'min bandasiga shunday bir haybatni beradiki, ulug'lik, go'zallikni ato qiladiki, yomonlik qilaman degan, borib turib betiga tikka gapiraman degan odam yuziga tushgan paytda o'rnida qotib qoladi.